Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi Urganch shahrining Qoq markazida 1,530 metr kvadrat hovli joyimiz ayrim jihozlarni sotuvga chiqdi. Bu ko'chani kelsak, eski 8-mart ko'cha, hozirgi kunda Shabnam ko'chasi obunachilarimiz 530 metr katta gigant joyimiz sotuvga chiqdi. Görüşlərim, agar quruvchi tadbirkorlar bo'lsa, bemalol bog'lansin, qo'ldan kelganchalik yaxshi narxda sotib beradi ekan obunachilarimiz. Yine hammamiz bilamiz, Xaridni ko'chaning o'zi bir yarım kilometr ichkariga giradi. Sentralniy kanalizatsiyalar ham bor, glonli ishlar, damir ishi ekan, gaz svet o'chiruvchilar ham bor. Xullas bu ikki joyga bo'lingan. Bu yerda ham mana kanalizatsiyamiz, burchatkamiz bor, garajimiz ekan, bu yerimiz. Mana garajdan keng tushgan, benim fonda po'kaklari bor, plastik bilan o'tilgan ekan. Rakoynamiz bor ekan, bu yerimiz hol qismimiz ham keng tushgan. Nega tam teraskamiz, bu tomonda samodelimiz joylashgan ekan. Samodelimiz jihozlarni aytib o'tsak, vannamiz, unitazimiz, avtomatik mashina, stilli kotyolar ega ekan. Xullas, modimiz 1000 marta eshitganda bir marta kelib ko'rganmiz. Koridordan keyin 3 xona bo'lingan ekan. Bu yerda bir xonamiz bor ekan, spaynem bir dekorativnat tuzatilgan ekan, turmush shkaflarimiz bor. Oynalarimiz ham o'zgargan, xullas zo'r. Bu yerda yana bir xonamiz. Berimiz yana zal qismimiz. Zalimiz ham chiroyli etib, 3x2lik gilamdan 4 tanasi qo'yilgan. Xullas bu 8 ga 230 razmerda tushgan ekan. Bu yerning oynasi boqtamor xona. Bu yerda yana bir spaynimiz bor ekan, obunachilar. Endi nari xonamiz o'tsak, yine bir paytlar teraska ishining katta jimgina teraskamiz. Yo'qlarim mumkin. Berimizda yana ajoyib etib kungalib pesh qurilgan ekan. Benam dekorativniyati o'tilgan ekan. Konditsionerimiz bor. Benam oynasi narxana qarang ekan. Tak. Endi bu xonamizga o'tsak, bu xonamiz yana koridor. Koridordan keyin oshxonamiz joylashgan ekan. Oshxonamizda bu yerda mo'ykamiz, aristonimiz, xolodilnikimiz, gaz plitamiz bor ekan. Bu yerda endi dam olmoqina, taom yemak yana bir xonasi bor ekan bunachilar. Endi orqa tomondagi xonadonni kuzatsak, yine bog' tomon qismimiz bunachilar. Bu yerda yana o'tirmoqqa yuvonchamiz bor. Nagi tomonda ikkinchi joyimizni obzor etsak, ikkinchi joyimiz ham 2 qavatdan tashkil topgan. Xullas kladovkasi bor, bu tomonda yuvonchasi bor. Bog'ning orqa qismini ko'rishlaymiz. Yine mevali daraxt erikimiz, uzumlarimiz, gullarimiz ham bor ekan. Berin oyoqtilar burchatga bor, 1 metrlik damir ishlar. Chap tomonda o'choq xonamiz bor ekan. Bu yerda yana ko'rishlar mumkin. Gazlari yetib turibdi. Bu yerimizda sanuzelimiz joylashgan. Sanuzelimiz jihozlarni aytib o'tsak, oyoqtilarimiz kafel bor, vannamiz, bu yerda unitazimiz, agomiz bor, uyni sistema qizdiradim, kotyolimiz, xaristorlarimiz joylashgan ekan. Xullas, hududda kommunallardan gap bo'lishi mumkin emas, asosiysi sentralniy oblastniy raddom shu yerda joylashgan ekan. Endi bu xonadonimizni obzor etsak, ikkinchi xonadon bismillahirrohmanirrohim deb benim üstü bir rakoyna joylashgan ekan. Kuxunyalarimiz, gaz plitamiz, mo'ykamiz bor. Endi bu yerdan koridor ikkinchi katdan lestnitsamiz joylashgan. Bu yerda xolodilniklar joylashibdi. O'ng tarafimizda bir spaynimiz bor bunachilar. Spaynimiz ham bir chiroyli etib foni urilgan ekan. Spaynadan keyin bir bu yerda yana hozir kladovka vazifasini bajarib turibdi. Sovuqdan beri shuning uchun vajlarni qo'yib qo'ydi. Kungalab pesh bor. Men asosiy spayni lekin beram. Banka ishkal xullas uyga kerak. Endi juda mojimiz bor ekan. Endi bu tomonga kelsak, bu tomonimiz mehmonxonamiz. Mehmonxonada divorlar, servantlar qo'yilgan, televizorlarimiz bor. Endi xon taxta gilamlar hammasi bor. Endi ikkinchi qavatimizni kuzatib o'tsak, endi ikkinchi qavatimizda berimizda bir xonamiz bor ekan. Beram spaynimiz, shkafimiz bor. Xullas, biz bilan kelib ko'rmayacaklar. Bir narsa bo'lmaydi, joy ishqil toshchasina gap bo'lishi mumkin emas. Berimizda katta hajmli zal qismimiz. Xullas, yana katta hajmli desak ham, nodimiz bir, menimcha bir
5,7 razmerdə oxşaydı. Stenkələrimsəm qoyulgan. Balkonu yüzətəmiz. Yine balkondan yüzətişim mümkün. Balkondan bir setkə bilən oralgan parabolik antennalar qoyulgan. Yine bax tavanını görüşlərim mümkün köçək qismından. İndi bax tavanla yenə bir cidden bu tavanlarını gözətib üstü. Yani gözətilməmədə buna berimizdə yazıq hacatxanası, bir də toğuq bakma, toğuqxanası, koyuxana, malxanası desəkən buradı yine. Çək, yerdən gül atız, kanalizasiyası bu. Eleklərimiz onlar zor. Hesablatçılarımız, hidroliklərimizi yekülümüz. Lokasiyasına geçsək, yine eski Vasmın Mart köçə, Al-Xarazmi köçədən gələ verəsininə. Mülki geçməyən bir ona bağlanası. Şundan mülki geçməyən özəyiniz bağlanası aldınız. Gündə 830 milyon sonra baxaladıq, xollas 900 milyon nədir, xollas 830 basalıq. En əsası 3-cü akademik lisey. Şöyle cəhləşkəyinə. Fərzəndəyi buza, benim ona 150 metrdən ki 3-cü akademik lisey bu. Göstərmək alacağım. Video ikimiz yekiniz. Sağ olun, aman olun.